O'rtoqlar, hammalarga assalomu alaykum. Samsung A56 ni obzor qilib bergan edim. Aynan shu videomizda 100 mingdan oshiq ko'rildi. Aynan shu videoning kommentariyasida Samsung A36 ni so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p ekan va aynan o'sha obunachilarimizning talablariga binoan bugun mana shu modelni obzor qilamiz, ko'rib chiqamiz va narxlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni narxiga o'zi arzidimi yo'qmi ko'rib chiqamiz va Samsung A56 bilan ham qisqacha taqqoslab ko'ramiz. Aytgancha Samsung A56 PUBG Mobile'da 60 FPS ni qo'llab-quvvatladi. Men obzor qilgan vaqtimda chiqishi bilan obzor qilgan edim. Aynan o'sha vaqtda 60 FPS yo'q edi. Xullas eslatib qo'yib o'tdim. Hozirgi kunda 60 FPS bor ekan. Xo'p, o'rtoqlar, boshladik. Hurmatli o'rtoqlar, ozgina vaqtlarni olaman. Men o'zimni Telegram kanalimga alohida video tayyorlab boraman. YouTube'ga qo'yilmagan videolarni Telegram kanalimga yuklab boraman. Misol uchun bu video qo'llanmalar. Ya'ni shu kungacha 4 ta 5 ta video qo'llanmalar tayyorlab, uni Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun farzandingizni qayerda yurganini ko'rsangiz bo'ladi yoki fleshkadan yoki xaritdan ma'lumotlar o'chib ketsa, uni qaytarish bo'yicha ham video qo'llanma tayyorlab qo'ydim. Xullas, shunga o'xshagan videolarni endi doim Telegram kanalimga yuklab boraman. Maqsadim shu yil oxirigacha obunachilar sonini foydali videolar orqali 100 ming obunachiga chiqarish. Faqat sizlardan o'rtoqlar qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Xabaringiz bo'lsa kerak, YouTube'da deyarli pul yo'q, lekin Telegram kanal orqali reklamadan ozgina pul ishlab tursa bo'ladi. Pul ishlagandan keyin kayfiyat ko'tariladi va kayfiyat ko'tarilsa, mana shunaqa kontentlar tez-tez yetkazib berib turiladi. Xullas o'rtoqlar, sizlardan obuna, mendan esa foydali kontentlar davom etamiz. Xo'sh, Samsung A36 mana shunaqa korobkada bo'ladi. Boshqa modellar bilan bir xil korobkada. Xo'p, endi biz buni ochib ko'ramiz. Bismillah. Voy, chala ochdim yana. Yana chala bo'ldi. Oldingi safar ham shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p. Endi ko'ramiz. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi videomizda aynan qora rangini tanladim. Chunki telefonlarimizda juda ham rang-barang bo'lib ketdi. Anchadan beri qora telefon, ya'ni qora smartfon obzor qilmayotgan edim. Bugun shu qora rangli smartfon obzor qilgim keldi. Xo'p, ko'rayotganingizdek, dizayn A56 bilan deyarli bir xil, faqat kamera blokida farqi bor. Ya'ni A56 ni kamera bloki esingizda bo'lsa bo'lingan edi, buniki selli ketgan. Endi rostakasım iPhone XS Max ga juda ham o'xshashlik katta. Endi rostakasım XS Max ga juda ham o'xshashlik katta. Faqat bu joyda kamera 3 ta bo'lganligi sal boshqa, ya'ni A36 ni ajratib turibdi. Lekin agar kamera 2 ta bo'lganda, aynan mana shu qora rangi iPhone XS Max ga juda ham, ya'ni XS Max ga juda ham o'xshab ketar ekan. Samsung A36 ni orqa paneli o'rtoqlar bu plastikdan ishlab chiqarilgan. Yon taraflari ham o'rtoqlar plastik, lekin bu orqasi ko'rayotganingizdek bu glansi, qo'lli izi qolib ketadi. Bu juda ham yomon bilinar ekan bu modelda. Xo'p, smartfonimiz bor yo'g'i 195 gramm tashkil qiladi. Knopka joylashuvlari ham A56 bilan deyarli bir xil ekan. Ya'ni ko'rayotganingizdek alohida mana shu joyda bo'lingan joylari bor. Keling o'rtoqlar, undan ko'ra biz Samsung A56 ni ochamiz deb bitta yangi Samsung A56 tayyorlab qo'yganman. Uni ham hozir taqqoslab ko'ramiz. Mana Samsung A56 ni ochamiz. Xo'p, ochadigan bo'lsak, hop, mana Samsung A56 bilan hozir taqqoslab ko'ramiz. Xo'sh. Mana qaranglar. Oq ranglisi bu Samsung A56, qora ranglisi Samsung A36. Ko'rayotganingizdek, ko'rinishlar bir xil, ramkalari, joylashuvlari bir xil, faqat bu premium klassdagi A56 metalldan ishlab chiqarilgan, bu Samsung A36 plastikdan. Lekin ushlaganimda to'g'ri aytaman, men his qilyapman. Ya'ni ikkita smartfonni hozir ushlab turibman. Bu premium klassdagi smartfonligini, ya'ni ko'rinishdagi smartfonligini men his qilyapman. Bu juda ham yaxshigina bilinyapti. Va ko'rayotganingizdek o'rtoqlar, qalinligi ham deyarli bir xil. Qalinligi bir xil, hech qanaqa biron bir katta yoki kichikligi joyi yo'q. Faqat o'rtoqlar grammida farqi bor. Samsung A36 195 gramm, Samsung A56 bu 198 grammni tashkil qiladi. Xullas, ko'rayotganingizdek tashqi ko'rinishda boya aytganimdek kamera bloklarida farqi bor. A56 niki ajralgan, lekin A36 ni selli bitta blokka joylashtirilgan. Dizayn jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, deyarli bir xil. Faqat shu kamera bloklari bu modellarni ajratib turadi. Misol uchun, mana bu smartfonni ushlab turganingizda bu A36 ligi, mana buniki ushlab turganingizda A56 ligini faqat kamera bloklari ajratib beradi. Lekin ramkalari, ya'ni yon tarafdagi knopkadagi mana bu ajralgan joylari deyarli bir xil, qalinligi bir xil, umumiy ko'rinish bir xil. Ya'ni kamerani uzunchoq shakldaligi deyarli bir xil. Bu ham glansli, bu ham glansli. Xullas, dizaynda shunaqa gaplar. Samsung kompaniyasidan A seriyasi uchun yana bitta yangilik ko'rayotganingizdek, endi mana bunaqa flagman smartfonlarga o'xshab displeyga mana shunaqa qog'ozlar bilan jihozlayapti. Bu misol uchun esingizda bo'lsa, oldingi Samsung A56 da ham shunaqa edi, faqat uni etmagan edim, esimdan chiqib. To'g'risi ahamiyat bermaganman. Mana ko'rayotganingizdek Samsung A56 da ham o'rtoqlar mana shunaqa flagman smartfonlarga o'xshab qog'oz bilan jihozlashgan. Xullas, kichkinagina yangilik bor.
Samsung A36 ni displeyga to'xtalsak, 6.7 dyum Super AMOLED displeyga ega. Gorilla Glass Victus Plus texnologiya bilan himoyalangan displaydagi piksel ruxsati 1080 ga 2340. Yangilanish tezligi o'sha 120 Hz, maksimal yorug'lik 1200 nit, HDR da 1900 nitgacha ko'tariladi. Smartfonning displeyi korpusida 86% ni egallagan. Samsung A36 ni displey ko'rsatkichlari Samsung A56 niki bilan deyarli bir xil ekan. Misol uchun, gertsovkasi, maksimal yorug'lik va pikslardagi ruxsatlari hammasi bir xil. Faqat bitta kichkinagina farqi bor. Bu farq, misol uchun Samsung A56 displeyi korpusda 87% ni egallagan bo'lsa, Samsung A36 da bu 86% egallagan. Agar bu smartfonlarni yonma-yon qo'yadigan bo'lsangiz, ramkalarini ozgina farq sezishingiz mumkin. Lekin yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, farq sezasiz. Lekin misol uchun bir qarashda farqini sezish juda ham qiyin bo'ladi. Xullas, displeyda shunaqa gaplar. Samsung A36 6 ga 128 va 8 ga 256 xotira bilan taqdim etildi. DDR4 texnologiya asosida. Agarda buni hozir Samsung A56 bilan qisqacha taqqoslab ketadigan bo'lsak, Samsung A56 bazaviy versiyasi, ya'ni operativ xotirasi 8 ga 128, bunda 6 yo'q va 12 ga 256 va yana bitta kuchli tarafi DDR5 texnologiya asosida operativ xotira o'rnatilgan. Samsung A36 ga esa DDR4 texnologiya asosida o'rnatilgan. Mana shu masalada endi ikkalovini misol uchun displey bir xil bo'lib chiqyapti, ko'rinishlari deyarli bir xil bo'lib chiqyapti, lekin bunaqa taraflama, ya'ni operativ xotira va asosiy xotira taraflama A56 ustunroq. Protsessorga to'xtalsak, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 protsessor bilan jihozlangan 4 nanometrli protsessor. Hozir protsessorni ham test qilib ko'ramiz. PUBG'da test qilma orqali necha FPS ochadi hozir ko'ramiz. Nastroykani ochamiz, grafika va hop bu joydan nastroyka yana endi ko'ramiz. Visoki turgan ekan, maksimumga ham qo'ysa bo'lar ekan va maksimumda ekstremni qo'llab-quvvatladi. Bu juda ham zo'r, ya'ni grafikalari juda ham zo'r bo'ladi. Ranglarni to'qartirib, xuddi kinoshni qilib chiqarib beradi va FPS 60 FPS da o'ynalib beradi. Xullas, PUBG'da shunaqa gaplar o'rtoqlar. 60 FPS da Samsung A36 qo'llab-quvvatladi. AnTuTu test natijalari bilan tanishamiz. O'rtoqlar 635.127 ball yig'gan. Mana bu narsaga hayron bo'lmanglar. Samsung A33 deb beryapti AnTuTu, chunki bu hali yangi model. Shuning uchun xato qilyapti AnTuTu mana bu joyda, lekin mana ko'rishingiz mumkin Samsung A36. Xullas, mana ko'rishingiz mumkin operativkaga, grafikaga, xotiraga va operativ tizimga qancha ball yig'ganini mana shu joydan ko'rishingiz mumkin. Umumiy balli 635.127, sal kamroq. Smartfonda interfeys ishlashga keladigan bo'lsak, yomon emas, o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Smartfon qotib qolishgan narsalar yo'q, yaxshi ishlayapti, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ilovalarni ochib yopib ko'ramiz. Tezligi yomon emas. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin. Tezligi yomon emas. Keling shu joyda bitta A56 bilan ham taqqoslab ko'ramiz. Xo'p, tezligini, ya'ni ko'rayotganingizdek bir xil ishlayapti. Deyarli bir xil. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin. Faqat ilovalarni ochib yopishda ozgina A56 kuchliroq bo'lishi mumkin, chunki smartfon DDR5 operativka texnologiyasi bilan jihozlangan. Deyarli bir xil ekan, unaqa katta farq sezmayapman. Deyarli bir xil. Xullas, interfeys ishlashi ikkita smartfonni ham ko'rishingiz mumkin. Mana deyarli bir xil, katta farqi yo'q. O'rtoqlar, bu modelni dinamikasini test qilib ko'ramiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin. Hop, mikrofonni qo'yamiz. Men o'ylashimcha o'rtoqlar, bu smartfonni o'zini narxiga yaxshi deb o'ylayman. Smartfon dinamikasi juda ham yaxshi. Misol uchun baslarni ham, kачествоni ham, sifatini ham yaxshi chiqarib berdi. Samsung A36 One UI 7 Android 15 bilan taqdim etildi. 6 yil davomida yangilanish kelishini va'da qildi Samsung kompaniyasi. Ikkita sim kartani qo'llab-quvvatlaydi, 5G ni qo'llab-quvvatlaydi, Wi-Fi versiyasi 6, Bluetooth versiyasi 5.4, NFC qo'llab-quvvatlaydi. Smartfonni kamerasiga to'xtalsak, 3 ta kamera bilan jihozlangan. Asosiy kameramiz 50 megapiksel, Shirik 8 va makro 5 megapiksel kamera bilan jihozlangan. 4K 30 FPS video syomka qila oladi. Hozir birinchi bu smartfonni o'zini syomka qilib kamerasini ko'ra olamiz-da, keyin A36 kamerasi bilan taqqoslab ko'ramiz. Farqi bormi yo'qmi ko'rib chiqamiz. Xullas o'rtoqlar, mana bu ko'rayotgan kadri Samsung A36 ni kamerasi syomka qilyapti. Asosiy kameramiz 50 megapiksel, 4K 30 FPS ga qo'yilgan holatda syomka qilyapti. Xullas, sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'yasizlar. Ranglarni ajratib berishi, umumiy o'zi detalizatsiya qilishlariga
yaxshilab e'tibor beringlar va sifatiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Hech qanaqa yaqinlashtirilmagan holatda 1x da standart holatda syomka qilyapti. Endi hozir selfie kamera va zoomlarni ham tekshirib ko'ramiz. Xullas, selfie kamera tog'ga miyani perezagruzka qilishga chiqdim. Mana shu joyda kamera testini o'tkazishga qaror qildim. Xo'p, 4K 30 fps selfie kameramizda syomka qilyapti. Mana shunaqa sifatda video syomka qilar ekan. Nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Selfie kamerasi o'zini yaxshi ko'rsatdimi? Smartfonning narxiga yarasha bo'lyaptimi? Smartfon narxini video oxirida bilib olishingiz mumkin. Keyin taqqoslab ko'rsanglar bo'ladi. Xullas, selfie kamerada mana shunaqa gaplar. Menimcha yomon emas. O'rtacha. Men o'ylashimcha narxiga yarasha deb o'ylayman. Juda ham yuqori sifatda emas, lekin yomon ham emas. O'rtacha. Normal holat. Xullas, shunaqa. Ana endi o'rtoqlar ikkita smartfonning kamerasida test qilamiz, ya'ni Samsung A36 va Samsung A56. Ikkalovi ham 4K 30 fps ga qo'yilgan, 1x da syomka qilyapti. Xullas, o'zingiz bitta solishtirib ko'rasizlar. Samsung A56 bilan A36 kamerasi sifatida farqlar bormi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Hop, endi mana bu ko'rayotgan kadringiz ikkalovini ham sifroviy zonadan foydalangan holatda 4x ga qo'yib syomka qilyapti. 4K 30 fps holatda syomka qilyapti. Faqat bu kadrda yaqinlashtirgan kadrni ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtirgan holatda A36 bilan A56 orasida qanaqa farqlar bor? Kommentariy yozib qoldiring. Ana endi o'rtoqlar ikkita smartfonni 10x zoomini test qilib ko'ramiz. Xo'p, ko'rayotganingizdek qarshimizda shamol generator turibdi. Ana o'shani yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana bu Samsung A36, mana bu esa Samsung A56. Ikkalovi ham 10x ga qo'yilgan holatda syomka qilyapti. Sifatiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. A56 bilan A36 ning kamerasida 10x da farqi bormi, yo'qmi? Xo'sh, o'rtoqlar, Samsung A36 bilan Samsung A56 ning asosiy farqlariga yana bir bora to'xtalib ketamiz. Birinchisi o'rtoqlar, Samsung A56 dizayn taraflama, ya'ni materiallar metalldan va stiklodan qilinganligi uchun A56 mana shu taraflama ustunroq. Ikkinchisi o'rtoqlar, bu operativ xotira, misol uchun DDR5 texnologiya asosida qo'llanilganligi uchun bu smartfon ozgina tezroq ishlaydi. Ya'ni bazaviy versiyasi ham misol uchun 6 emas, operativkasi 8 bilan jihozlangan. Uchinchisi o'rtoqlar, bu AI, ya'ni Samsung A56 da A36 ga qaraganda AI funksiyalari ko'proq va yanada yaxshiroq ishlab beradi. To'rtinchisi o'rtoqlar, bu kamera. Samsung A56 ning kamerasi piksellar jihatdan va ranglar jihatdan Samsung A36 dan ko'ra ozgina ustunroq keldi. Beshinchi farqi bu displeydagi ramkasi, ya'ni Samsung A36 ning displeydagi ramkasi sal qalinroq, Samsung A56 ning ramkasi ozgina ingichkaroq. 1% ga bo'lsa ham farqi bor. Samsung A36 O'zbekistonda qanchadan sotilyapti? Narxlariga to'xtalamiz. Hozirgi kundagi narxi 128 xotiraligi $310 atrofida sotib olsangiz bo'ladi. 256 xotiraligini o'rtoqlar $345 atrofida sotib olsangiz bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, smartfonni mana shu summalarga sotib olsa bo'ladimi? Men o'ylashimcha, agarda siz yuqori FPS li o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz yoki sizni ish faoliyatingiz Instagramda bo'lsa, kontentlar bilan bog'liq bo'lsa, bu smartfonni sotib olmaslikni tavsiya bergan bo'lardim. Bu smartfonni kimlar sotib olsa bo'ladi? Kundalik ehtiyojga ishlatishlariga juda ham yaxshi. Misol uchun YouTube'da video ko'rishga, kinolar ko'rishga juda ham yaxshi, chunki super AMOLED displeyga ega. Bu sizni ko'zingizni ortmasdan bemalol video ko'rishni ta'minlab beradi. Misol uchun smartfoningizda 10-15 ta eng kerakli ilovalarni bemalol qotmasdan ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu modelda kamerasi o'rtoqlar endi narxiga yarasha. Misol uchun smartfon $300 atrofida sotilyapti, kamerasi o'rtacha. Misol uchun to'g'ri siz professional syomka qila olmasligingiz mumkin, lekin misol uchun oilaviy suratlarga tushishga, misol uchun oddiy yorug'likda, kunning yorug'ligida yaxshi suratlarni ham suratga olsa bo'ladi. Bu modelda misol uchun ish bo'yicha ham kameradan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Nimadirlarni suratga olib, kimgadir yuborishlariga ham juda ham yaxshi xizmat qiladigan model. Batareykasi misol uchun yomon emas, o'zini yaxshi ko'rsatdi. O'ylarda 60 fps bu ham narxiga yarasha. Men o'ylashimcha, boya aytganimdek, kundalik ehtiyojlarga ishlatishga juda ham yaxshi tanlov bo'lishi mumkin, lekin siz smartfondan katta narsa kutadigan bo'lsangiz agar sizga olmaslikni maslahat bergan bo'lardim. Bu smartfon haqida men shunaqa fikrdaman. Sizlarning fikringiz menga har doimgidek juda ham qiziq bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Smartfon $300 deb hisoblaylik, yaqinda $300 ga tushib qolishi aniq. Xullas, smartfon $300 ga arziydimi? Smartfonni $300 ga sotib olgan bo'larmisiz? Kommentariy yozib qoldiring. Sizlarning fikringiz menga har doimgidek juda ham qiziq bo'ladi. Xullas, bugungi videomizni shu bilan yakunlaymiz. O'rtoqlar, keyingi videomizda
Xiaomi 15 Ultra bizani kutyapti. Smartfonni yaqinda kutib oldim. Obzor uchun buyurtma bergan edim. Tez kunlarda o'rtoqlar mana shu smartfonni ham sizlarga obzor qilib beraman. Faqat sizlardan men bitta zo'r motivatsiya olishim kerak. Mana bu videoni bangilab tashlashimiz kerak. Like, komment, xullas videoni yorib olsak, bu menga motivatsiya bo'ladi, kuch beradi va bu smartfonni tezroq obzor qilib berishim uchun bitta sabablardan bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'linglar.